Ada bugun 8-mart, ha? Bugun oying nima desa ham xo'p degan bolam, xo'pmi? Ha, xo'p. Bugun sen tamom maktabdan tadbirasiz. Oyim telefon qilyapti. Men yo'q deb ko'tar. Ha, bu. Assalomu alaykum. Ha, adam yo'q edilar. Ha, xo'p. Xo'p bo'ladi, xo'p. Ha. Buvim telefon qilibdilar-da. Aha, o'ynama telefonni, ha. 8-mart ekan bugun. Aha. Shunga uyga quruq kelmas ekanmiz. Aha. Biron bir narsa olib kirar ekansiz. Aha. 9-mart esa buvim tug'ilgan kuni ekan. 10-mart oyim tug'ilgan kuni ekan. 11-mart.